Assalomu alaykum azizlar. Mana navbatdagi tarozimiz bu zakazga bo'lgan tarozi. O'zbekistonda yagona bo'lgan tarozi. Xorazm viloyati Urganch shahriga ketadi. Yagona bo'lishining sababi bu yengil mashinalar ichiga, Damas'larda ichiga sig'adigan qilib berdik bu tarozimizni. 2 tonnalik 2 yil garantiyasi bilan yo'yamiz. Doston boshladik. Ko'rsatamiz. Yig'ishtiriladigan tarozi. Yig'ma tarozimiz. Hop. 2 tonnali, razmeri 1 ga 2.15 qilib berdik akamizga. Akamiz 4-tarozi olishi xudo xohlasa Instagramda Chorva, Xorazm Chorva degan kanallari bor akamiz o'zlarining. Toshlarni qo'yib doston tekshiramiz to'g'ri o'lchashligini. 40, 60, 80, 100. 5 ta mana 20 kilolik tosh ko'rib turibsizlar. 100 kilo ko'rsatyapti tablomiz. Ustiga chiqaman. 94 kilo. Barakasini bersin. Akamizga mana Xorazmga zakazga chiqarib yuboramiz. Xudo xolasa mana shu bitgan tayyor holati. Damazimga sig'maydi deganlarga mana Damas'larni ichiga sig'dirib beradigan mana zakazga bitkazib berdik. Kimga shundaqa tarozilar kerak bo'lsa, zakazga barcha turdagi tarozilarni ishlab chiqaramiz. Bizning mana manzilimiz Namangan Pop seximizda mana har xil barcha turdagi tarozilarimiz mavjud. 1.5 ga 1.5 deysizlarmi? Hop, Labo, Bongo o'lchaydigan tarozilar deysizlar, Mercedes, qo'y tarozi deysizlarmi, mol tarozi va xolodilniklar uchun mana 1.5 ga 1.5 bo'lgan tarozilarimiz hammasidan bor. Hamda 50 tonnali tarozilarimiz mana zakazga bu yerda mana bityapti xudo xolasa yana. Bunimiz 3 metr uzunligi, eniga 2 metr Labo o'lchaydigan tarozimiz. Manzilimiz Namangan Pop. Metan zapravka, Arentir temir yo'l vokzal mana shu yerda.